qo'ygan deymiz. Yo'q. Alloh taolo bandasiga tanlov erkinligini berib qo'ygan. O'zingiz tanlaysiz qaysi yo'lda bo'lsa ham. Ya'ni bir gap bilan aytganda, hayot degan mashina bor-da, mana o'sha hayot degan mashinada men ketyapman hozir. Rolda o'zim ketyapman. Siz o'zingiz ketyapsiz rolda. Arkka borib avariya bo'lasizmi? Chuqurlikka tushib ketasizmi? Benzin tugab qolib o'tirasizmi? Faqat o'zingiz aybdorsiz. Mana hayot degan mashinada rolida o'zingiz o'tiribsiz. Bu biz esa yaxshi ko'ramiz. Alloh mana shunaqa degan, peshonamizga yozib qo'ygan. Peshonanga yozilgandan ortiq bo'lmaydi degan tegida bilasizmi nima turibdi? Buni ham men o'zim kashfiyot qildim-da, o'zim uchun xulosa chiqardim. Peshonaga yozilgandan ortig'i bo'lmaydi desa, odam harakat qilmas ekan. Harakat qilmas ekan odam. Ha, peshonadan ortig'i bo'lmaydi der ekan-da, odam harakat qilmas ekan. Biz esa bu dunyoga kelganda biz harakat qilishimiz kerak, qizlar. Bizga energiyani Alloh nimaga beryapti? O'zingiz buni o'ylab qarang-da. Bizga har kuni bir kunga yetadigan quvvat beradi bizga Alloh taolo. Aql berib qo'ygan. Aql, quvvat va bilimni o'zingiz olasiz lekin. Agar quvvat bo'lib, lekin aql bo'lib, bilim bo'lmasa, siz o'sha quvvat bilan aqlni boshqa tarafga ishlatib qo'yasiz. Bo'lmaydigan narsaga. Eshikda arava tortib yurasiz, qayerdadir mardikorlik qilib yurasiz. Bilim yo'q-da. Agar bilim bo'lsa, siz aqlingizni ishlatib, bu aqlni ishlatish uchun bizga bilim kerak. Mana qarang, quvvat, aql, bilim kerak. Mana shu uchalasi bo'lsa bandasida, mana bunday yashaydi bandasi. Sababi quvvatni bizga Alloh berib qo'ygan. Aqlni berib qo'ygan. Kimgadir ko'p berib, kimgadir kam bermaydi Alloh taolo. U bir savdogar emas-ku. Men bunga ko'proq beraman, men bunga kamroq, buni yaxshi ko'raman, buni yomon ko'raman deydigan. Buni sizlar mana shunday bir Alloh taolo bunga va'mincha beradi, bunga va'minaqa qiladi deb Allohni ham sizlar bir savdogarga o'xshatib qo'yasizlar-da. Hali 1-2 so'm pul qistirsang bunga ko'proq, bu mashnaqa deb. Yo'q, unga farqi yo'q. Karsmisan, o'rismisan, o'zbekmisan, hammaga bir xil bergan. Quvvatni ham bir xil beradi, aqlni ham bir xil beradi. Lekin o'sha aqlni to'g'ri ishlatish uchun sizga bilim kerak. Bilimni olmaslik, buni qarori siz qabul qilasiz. Men olyapman.